Ona tepsachi bu. Tepsa, ko'ynagim kiyib ro'molimni o'rib olasan. Rahmat. Shuni o'zim sog'ayraman. Akam so'qmaydimi? Akangning yoshi katta. Rahmat. Ovqat qiladi. Sang'alab ishlab qulcha. Aka sim toshing. Razokir. Ko'rdingmi? Mana qilib suprashadi. Mana, ko'rdingmi? Ha shunaqa qilib. Ukajon, seni ham toshlaring. Ha Shokir. Bilmayman, onamiz uylari ana shu tushib ketdi. Mana bu tomonda mana. Ana shu odam sharmada. Ha, uyalyapsizlar. Xola, sut bormi? Bor, sog'i ber, qizlar so'rayapti. Hamzaning 3 ta qizi bor. Bittasini qiz qilib asrab olaylik. Ha, ahmoqqa o'xshaymizmi? Bilamiz uylarda ko'p ish borligini. Qizlar, o'zi shu bolaga ergatish kerak. Ro'zg'ordagi hamma ishni biladi. Maymunlar qo'limizga yig'lash yo'liga kulli-ku. Qarab chipillab ishlashingni. Sen o'zi qiz bola bo'lib tug'ilsang bo'laydi. Siz bitta erkak bo'lib tug'ilsangiz yaxshi bo'laydi-da. Nima deyapsan o'zingchi? Yordam bering, bitta o'zim qilaman. Hali chayqalayotgan kirlarim to'lib yotibdi. Ha. Ishlarni tashib qo'y. Hozir toshib qo'yaman ona. Ha. Yerlarda ag'dar. Hozir boraman. Voy Zokir Shokir, bittang sigir sog', bittang ovqat qil. Endi hamma oldiga shu gapni aytish shartmi endi ona? Shunchaki kel desangiz bo'ladi-ku. Va kechgacha hammasi tayyor bo'lsin. Men ulgurmayman hammasini qilishga. Nima? Sho'rvani qo'yasan, ungacha salat qilasan, chaqchuq, burga hammasini qilsa bo'ladi. Sen o'g'il bolalar bilan o'sgan odamga uy ishlarini o'rgatma. Bizda mehr bor o'g'il bola.